Merhaba, anchadan beri video olmagandim. Kela buni to'g'rilaymiz. Bir kunlik vlog oldim. Kela buni ko'rib chiqamiz. Qorochi, Jonajon universitetimizga kelib oldim. 2 para Hangugo Munpov darsimiz bo'ldi. Shu professorimiz ras yoqadi-da, darslar tez o'tib ketadi. Qachon tugaganini bilmay qolamiz. Biz gruppadoshlar bir bo'lib, talabalik oltin davrim deb roltin yeydi deb o'tirgan bo'lsalaring, yo dasasizlar. Kutganlaringni bo'lmaydi, chunki biz somsa yedik. Qana somsa deysizlarmi? Parmoda somsa. Vashshe zo'r ekan. Tavsiya beraman-u. Manzil Olimpiyskiy to'g'risida. Atak reklama uchun pul to'lashmadi. Xullas, shuna qilib Jonajon xonamizga kirsak, qolgan 2 para darsimiz o'rniga Alisher Navoiy nomidagi kinoteatrga kino ko'rgani borasizlar deb olishdi-yu. Неужели dedik. Xullas, gruppadoshlar bilan bir damas bo'lib kinoteatrga bordik-yu. Farg'onada shuncha yashab turib, lekin biror marta ham bu kinoteatrga kirib ko'rmagan ekanman. Ichi juda ham katta va chiroyli ekan. Biz Jannat onalar oyog'i ostida kinosini ho'ngrab yig'lab ko'rdik. Vezalman yig'laganim eshitshekilli-ku, sharmanda. Kinoda tugatib, ishib ko'pib yotgan ko'z yoshlarim bilan ne qarab tashqariga chiqsam, bitta manbas ekanman. Biz ko'pchilik ekanmiz. Bugun shunaqa qilib zo'r havo bo'ldi. Yomg'ir tomchilab turdi, lekin ko'p qo'ymadi. So'ng Farg'onada nomer 1 bo'lgan Matinot Pamoldarga borib, bitta syomkamiz bor edi. Syomkamizni olib, parallel sinfdoshga turmushga chiqqan o'rtoqcham bilan birga bozorga kirib, planimizda bo'lmagan narsalarni oldik. Qizlar, sizlarda ham shunaqami? Ili bitta biz shunaqamizmi? Bozorga kiramiz-u, planimizda bo'lmagan narsalarni hammasini sotib olamiz. Xullas, yomg'ir va ob-havo vobshe bomba bo'ldi. Video sotgacha ko'rgan bo'lsangiz, thank you. Obuna bo'lishni unutmang.